Manimcha bu ma'lumotimni hamkasblarim ma'qullasa kerak, chunki bu bizani eng nozik, og'riqli nuqtamiz. 5 yoshli farzandimni tishi og'riyapti, oldirmoqchi edik. Hurmatli ota-onalarimiz, bu yoshdagi farzandingizni tishini oldirishga shoshilmang. Bu katta xato. Sizga buni sodda qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Biz kattalarda 2 ta, aql tish bilan qo'shganimizda 3 ta chaynov tishlarimiz mavjud. Bolajonlarimizda sut tishlarida esa jag'ida o'zi bittagina chaynov tishi, ikkinchisi yordamchi chaynovchi vazifasini bajarib beradigan ikkitagina tishi bor. O'zinglarda bitta chaynov tishini yo'qotsanglar, qanchalik ovqat chaynashda qiyinchilik sezasiz. Endi tasavvur qiling, sizlarni aytganingizga kirib saqlamay shu bittagina tishni ham olib tashladik. Bolajonimiz ovqatni to'g'ri chaynolmayotganligi uchun farzandingizni yondosh kasalliklar orttirishiga sababchi. Birinchi o'zingiz sababchi bo'lib qolayotganingizni to'g'ri tushunasiz degan umiddamiz. O'zi shu og'riq darajasiga kelishi oldini olish uchun siz ota-onalar nazoratni kuchaytirishingiz kerak. Bunda tishlarni toza yuvish, kerak bo'lsa onajonlarimiz yordam qilinglar farzandlaringizga va hamda stomatolog ko'rigidan o'tib turishni ham tavsiya qilamiz.